Ahmoq onalar ko'payib ketdi. U nima desalaring, o'g'lini qizg'anib, kelinini oldiga kirgizmas ekan. Tasavvur qilyapsizmi? Shu ko'payib ketib qoldi shu. Bechora kelin kulishalmasa, hazillashalmasa, o'ynashalmasa, erkalalmasa, bu 7 oyda jinni bo'ladi bu. Qaltirab, qo'lida chini ham tushib ketadigan bo'ladi. Nimaga ayollarga erga teg, erkaklarga uylandir, nimaga aytdi desa, chunki Alloh shunday yaratgan erkak ayolni. Ayol ersiz, ayolsiz hayotda yasha olmaydi. Muhtoj bir-biriga. Ha, bizda nima bo'lyapti? O'g'li nomiga uylab qo'yapti. Kelin bilan agar o'g'li qanaqadir chiroyli munosabat bo'lsa, onani qovog'idan qor yog'adi. Ona yaxshi dam oldingizmi desa, ha ham demaydi. Mana shunda qovoq soliq. Nimaga desa, chunki romdan ko'rib qoldida, aynidan kelini bilan o'g'li o'ynashayotganini ko'rib qoldi. Nima qilsin? Kelin qo'shnini o'g'li bilan chiqib o'ynashib ketsinmi? Shumi? Ana ko'ryapsizmi? Oilalarda kim buzyapti? Nabarot, o'sha ona aytsin, dada aytsin. O'g'lim, bu yosh kelin mana. Necha marta gul olib kelding xotiningga? Ha, yo'q, olib kelganim yo'q. Necha marta padarka berding? Ha, yo'q, padarga berganim yo'q. Necha marta biror joyga borib o'ynatib kelding? Ha, yo'q, o'ynatganim yo'q. Kim bunga padarka beradi? Sinfdoshi beradimi padarkani? Kim buni o'ynatadi? Kim buni erkalatadi? Kim bunga shirin so'z so'zlaydi? Kim? Savol mana, kim?